Do'stim. Senda muhim gapim bor. To'xta, atrofda hech kim yo'qmi? Hech kim yo'qmi atrofda? Yaxshi, hech kim yo'q. Do'stim, biz hozir kechqurun Jokerning uyiga boramiz va Jokerni jumboqli uyga taylab kelamiz. Agarda uni taylab kelmasak, u bizning qishlog'imizni yo'q qiladi. Agarda uni taylab kelsak, u jumboqli uydan chiqolmaydi va biz undan qutulamiz. Tushundingmi? O'sha uchun hozir uni jumboqli uyga taylab kelamiz. Tushundingmi? Davay, ketdik. Ertalabim tushdi. Tushunmam. Men qayerdaman? Men qayerga qoldim? Aytgancha. Savay do'stlar. Do'stlar, sizlar bilan Joker kanali do'stlar. Bugungi videoda sizlar bilan birgalikda Minecraftdagi sarguzashtning nima edi, 3-chi, 3-chimi, 4-chimi? Kanalimni yana ko'rib olaman. Shu qismiga keldik. Hozir men qishlog'imda, aslida uyimda uyg'onishim kerak edi. Qishloqdan ketmoqchi edim, agarda esinglarda bo'lsa, keyin unisi videoda. Hozir men qayerda bo'lib qolganimni o'zim ham bilmayman. Qayerdaman o'zi? Tushunmayapman. Atrofda uni yuribdi zombilar, vedmalar. Pastga qara. Pastda nima bor? Tepaga qarab to'payman. Pastda nima berda uyg'ondim men. Qayerdaman o'zi? Nima qilishim kerak berlarda? Nima qilyapman? Qayerdaman do'stlar? Va mashina. Kirolmaysan. Qanday? Voy. Ay, yo'q. O'l. Qutuldim. Men qayerga tushib qoldim, Do'st, mo vedma yuribdi. Yo'qoling, qola. Men kerak yo'q. Chiqib qo'yaymi? Loy, ko'r ekan bu. Ko'r. Opa bo'ldi, opa. Opa bo'ldi, sizga tegmayman, bo'ldi. Ketavering. Opa ketavering. Ketavering. Turaver meni bu loy. Opa yo'qoling, Men sizga nima qildim, Enajon, o'laman. Opa yo'qoling, Izoat odamda. O'laman, yaxshi o'lmay qol. Xullas bo'lsa opani o'ldiramiz. Opa menda Yes, do'stlar, o'ldirdik. Bizga tirikmiz, lekin qayerdamiz biz? Birinchi eshik. Qanaqa joy bu? Qayerdaman? Eshik bekitilgan. Nima qilaman men? Nima? Tushunmam. Qayerga kelib qoldim? Nima bu?
Şkafmi deyman-da? Şkaf. Bunda nima bor? Hech biri yo'q. Ikkinchi eshik. Bu ishlar yopiq-ku, hech kerak bu ishlar. Va! Opa. Vah. Opa, nima qilyapman? G'ajib. Ikkinchi eshik. Bergim ikkinchi eshikda yozilgan. Boyagiga ikkinchi eshikda yozilgan. Ya uchinchi eshik ekan. Mana bular nima? Qayga qoldim o'zim meni? Men chiqishim kerak yerdan. Men qo'yib yuboringlar. Qo'yib yuboringlar, meni buzib chiqib ketaman desam, obsidian yog'im. Nima qilaman men bu yerda? Bosam ekan. Qanaqa joy bu? Nima bor? Yo'q-ku. Birinchi eshik. Mana bular qo'yib qo'yibdi. Bular otmaydik. Nima qo'yib qo'ygan? 4 tagina jonim bor do'stlar. 4 ta dona. Ha, bu o'zimning xonim. Meniga nima pastga qarab yozilgan. Past. Yo, boshqa joyda bir pastlik bormikan? Bo'yna joyga boraydi. Qani edi? Ha, bu yoqda ekan. Ishda jonim qolyapti. Yes. Baby. Nima? Nimadir bormasmi? Nima bu? Nima bu? Poyezd yo'li bir. Olam. Bu qo'yimi? Bu qo'y ekan. To'xtana, sal tushundim-ku. Mencha bardan ketish uchun mana shu narsani yig'ish kerak. Mana uni yig'ish kerak-ku, buni yig'aydigan qayerda? Tushunmayman. Staniya. Nima qilaman? Nima yo'qmi? Yo'q. Bu yerda yo'q, mana eshik qulf. Ochish kerak bu eshikni. Ochib bo'lmaydi lekin. Staniya. Mana hech balo yo'q ekan. Meni qo'yib yuboringlar. Ketishni istayman. Ketib bo'lmaydi. Och. Pastga qara. Nima degani endi u pastga? Do'stlar, qaraysiz, balki uncha tushunmadim. Nima qilishim kerak? Sal-pal erta tushundim. Endi do'stlar, buni keyingi videoda bilib olamiz. Keyingi videoda. Ya'ni buni keyingi qismida do'stlar, bardan balki ketarmiz. Yana bilmadim do'stlar. Buguncha yetadi deb o'ylayman do'stlar. Videom sizlarga yoqqanmasa like bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar bilan Joker kanali bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga xayr. Aytgancha do'stlar, agarda sizlar menga mana shu videom uchun 20 ta like yig'ib bera olsalaring, mana shu videoni tezlashtirishga harakat qilamiz do'stlar. Tezroq chiqarishga.
Agarda 20 ta like bo'lmasa ham mayli, lekin fal kechroq chiqaramizda videoni. Endi shunday bo'ladi. Do'stlar, atiga mana. Atiga 20 tagini videoman. 20 ta. Agarda xohlasalaring o'zlariga yoqqansa 30 ta ham qilsalar bo'ladi. Menga farqi yo'q. 20 ta like yig'ib bersalar kerak do'stlar. Biz buni keyingi qismini tezroq chiqaramiz. O'sha uchun do'stlar, hammaga rahmat, xayr.